Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Hurmatli yurtdoshlar, Xudo xohlasa yana bir fayzli xonadonga o'z ishimizni bitkazib yakunladik. Albatta bu xonadonga ham chiroyli qilib zakaz bo'yicha uzum tok tayyorlab, olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Xudo xohlasa videolarimizni oxirigacha ko'rsinlaring aziz yurtdoshlar. Chiroyli qilib bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepildi bu uzum tokimizga, kvadrat metrini nech puldan yasab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Shunaqangi hovlisiga naveslar, ya'ni uzum tok valish qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimizga bir kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Akalarimiz o'zlarimizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, albatta o'zlariga yoqqan fasondagi hozirgi kunda albatta juda ko'p yurtdoshlarimizga o'rnatib beryapti turgan shu uzum tokdan zakaz qilishganda, bir oy avval kelib o'lchab ketib, Xudo xohlasa mana chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz razmeri uzunasiga 12 metr bo'ldi, eniga 720 cm razmerda bo'ldi. Uzum tokimiz polni profildan tayyorlandi aziz yurtdoshlar. Va albatta bir boshdan endi bu materiallarni tushuntirib o'tsak, mana shu stoykalari 8 ga 8 lik, 2 lik stenali profilda bo'lgan. Va mana shu xori qismi lazerli variantda bo'lgan aziz yurtdoshlar. 25 cm razmerda 4 ga 4 lik profil bo'lgan chetlari, ichlariga mana shu 2 lik listni lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib tayyorlab ishlab berganmiz va mana shu kashak gullari ham 2 lik listda chiroyli qilib o'ydirib, bir-biriga padmas tushadigan holatda qilib chiroyli qilib o'rnashtirganmiz. Va tepadagi mana firmalari aziz yurtdoshlar 4 ga 4 lik profil bo'lgan tepa qismi va past qismi 4 ga 2 lik profil, tepasi ham pasti ham 1.5 lik stenali profildan tayyorlangan, qalinligi 1.5 stena bo'lgan va o'rtalariga ana shu es gulni kattalaridan shu 10 lik gladkida eshilgan gullarni qo'yib, o'rtalariga shu ramashka gulchalarini qo'yib, tillarang svetga bo'yab, chiroyli qilib uzum tokni tayyorlaganmiz. Endi aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni mana shu firmalarining razmeri, albatta bu uzum tokning narxida katta ahamiyatga ega narsa. Videoni oxirigacha bir e'tibor bilan tomosha qilsalaring, albatta arzondan qimmatigacha ma'lumotini beramiz. Mana shu firmalar o'zi mana lazerli listda har birini orasini ajratib chiqqanmiz. 1.20 cm danga qo'yib chiqilgan. Mana shu tepadagi profilidan tashqari oraliq qismi 1.16 cm qolgan. Bu aziz yurtdoshlar, albatta qalin qo'yishimizning sababi ertaga mana shu holatda qilib splashnoy qilib naves holatda yopib yorsa ham bemalol ustiga yog'ingarchilik bo'lganda, qorpor yoqqanda, yuk tushganda bemalol ko'taradigan qilib, baquvvat qilib tayyorlab bitkazganmiz. Endi mana shu joyini xonadon egalari mana shu 220 joyini mana shu zinalariga yog'ingarchilikda suv tushganligini hisobiga yopib bering ustaga deyishganda, shu faner qo'yib, div faner qo'yib, ustiga folga tashlab, 4 lik tunikadan qatirib berganmiz. Va imkoniyat bo'lganda bu yog'ini ham davom ettirib splashnoy naves qilib yopib qo'ysa ham bo'laveradi, xohlagan paytda, imkoniyat bo'lgan paytda. Va uzum tok chiqarib bemalol uzum tarab foydalanish ham mumkin bo'ladi. Endi aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizning narxi qiziq, juda ko'p yurtdoshlarimizga narx uzum tokimizni kraskasi, materiali, ustanovkasi hamma yo'q ichida, xizmat haqisi ichida 220 ming so'mdan olib kelib tayyorlab ustanovkasini qildik. Va bu tarafi albatta ustun tushirmaylik deyishganda xonadon egalari shiferga 50 cm chiqib mindi, splashnoy uzun holatda profil tashlab mahkamlab o'rnashtirganmiz. Bu uzum tokimiz общий summasi aziz yurtdoshlar 19 million 700 ming so'mga ana shu 2 metr joy yopilgan holati общий summasi 19 million 700 ming, pashti 20 millionga tushdi. Endi bu uzum tokimizni 180 ming, 190 minglik variantlari ham bor. Mana shu firmalari 1.20 cm ga emas, shu 1.5 metr, 1.60, 2 metr qilsa narxi arzonlab ketaveradi va uzum tokimiz ko'rinish sifati ham bir xunuklashib, baquvvatligi ham
ancha pasayishi mumkin bo'ladi. Va hozirgi kunda 1 kvadrat metr uzum toklarimizni 150 ming so'mdan, hurmatli yurtdoshlar, 1 kvadrat metrini 250 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Albatta bizga aloqaga chiqsalaring, o'zimiz mana shu uzum tok naveslar katalogini tashlab beramiz. O'zlaring yoqtirgan, tanlagan fasonni tanlasalaring, albatta kelishilgan holda chiroyli qilib tayyorlab ustunovkalarini qilib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, ishlarimizda bir xato kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirib o'tishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.